Sonra merhaba Minecraft. Bugün biz yeni bilet. Bugün bizde hard oynayacak. Oddi gün. Hop. Gittik aşağıda aylan gelemiz. Çıkalım yapmayız. Kan TV çıkarlıkçı. TV'ne yaplar. İyi çıkalım yapma. Hop gittik TV'ye varlar. Hop creeper. Ay. Oy creeper patlar. O haber ki. Yenime de bozulgan bir yerga. Bu yerdan qoch, bu yerga bomba tushadi, bunkerga qoch. Nima? Bomba tushadi. Ishonmayman. Lekin kechagi millatlarda ham gapirishgandi. Bombani 1 soatdan keyin tushadi yozib qo'yib, 1 soat. Xo'sh, shu yerga tushadi, aynan shu yerga. Xo'p, bolalar, nima qilsam bo'lar ekan? Xo'p, bormamikin yo'q. Uyimda qolaylik. Bitta creeperning portlashi uyimni uyimgacha boradi. Agar katta bomba tushsa uyimdan uyimni yo'q qilmay ham yo'q qilarmikin. Bu yerda 300 ta blokdan keyin bunker keldi yozibdi. Kech tushibdi bularga boraman. Mayli tavakkal qiling. Ketdik. Hop, bloklarni sanab ketyapman. 300 ta blokdan kelar ekan. Blok o'tib yaqin ekanki. Bu qanotchilar endi qo'ylarmikin yo'q. Mana shunisi kerak. Bu bolalar o'chirganni qarang. Juda ham zo'r. Bu yer bombalar olsun bu bolalar. Bu yere anlamadım. İman yo'l var ki. Hop bolalar. Bu yerini yopib ketganimiz yaxshi. Yana bir kim kelsa. Hop bu yerni bilmayman. Hozir lavaga tushib ketsam o'ylaman. Qani ketdik. To'g'ri, bu yer men joyim emas. Yo'q, yordam. Eshik ham bor. Yopildimi? Bu yer juda ham qattiq qo'riqlanayotgan ekan. Hech kim kirmasin, men juda ham qo'rqyapman. Kimsiz bunker. O yaxshi. Yaxshi. Ketdik. Hoş. Zina. Onlar orada 52 minut vakit öttü. 10 minuttan keyin bomba tushadi.
Yo bolalar bu yer qanday joy? Chiroyli joylar. Bu yerda tegilmasin deya yozib qo'yilibdi. Qulaylik. Xo'sh bolalar. Bolalar sizlardan iltimos qilaman. Xo'p, agar Instagramingiz bo'lsa, searchingdan yaqinda Abduhalil 571 deb yozib, podpiska bosib qo'yinglar. Xo'p, mana bu oddiy richak bo'lsa kerak. Bolalar 1 minut qoldi. Oddiy richak ekan. Oddiy richak ekan. Munosib kerak. O'chirib qo'ya qolaylik. Yubola. Bomba tushdi. Bomba tushdi. Bombani o'zini eshitdingizmi? Yo'q, boshim juda ham og'riyapti. Nima qilsam bo'lar ekan? Tashqariga nima bo'ldi ekan? Nima? Bunkerga nima bo'ldi? Bu yerni qarang. Bitta bomba shunchalik qilsa. Yaxshiyam men uyimda qolmabman. Bu yerni to'g'rilaylik. Ular bu bunker endi mening uyim. Qanday bomba tushsa ham bu bunker meni o'limdan saqlaydi. Ular qarang, hatto o'ynak ham yo'q bo'lib ketgan. Bitta bomba shuncha yiqilibdi. Shu yergacha kelibdi hattoki. Bitta bomba. Bu yana ham kichik bomba. Xabarlarda kichik bomba ertaga karta tushadi bolalar. Ko'rishguncha sizlar bilan Minecraft bo'ldim. Sizlarga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha. Agar shunday zo'r qiziqarli videolar chiqishini xohlasangiz, like va podpiska boshlamayman. Sizlar bilan xayr do'stlarim.